Xorazm Ma'mun akademiyasida o'zbek davlatchiligi tarixida qadimgi Xorazm mavzusidagi xalqaro ilmiy amaliy anjuman bo'lib o'tdi. O'zbekiston Fanlar akademiyasi, Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi hamda viloyat hokimligi hamkorligida o'tkazilgan konferensiyada o'zbekistonlik olimlar, tarixchilar, shuningdek xorijlik olimlar ham ishtirok etishdi. Muxbirimiz lavhasi shu haqda. Xalqaro ilmiy amaliy anjumanda Rossiya, Turkiya, Qozog'iston, Tojikiston va boshqa davlatlardan kelgan olimlar qatnashdi. Asosiy e'tibor o'zbek davlatchiligi tarixida muhim o'rin tutgan qadimgi Xorazm tarixiga qaratilgani bejiz emas. Chunki qadimgi Xorazm davlatchiligi Markaziy Osiyo tarixida ham alohida o'rin tutadi. Davlatchilikning paydo bo'lishi va taraqqiyoti o'z navbatida urbanizatsiya jarayoniga, mudofaa qalalarining yaratilishiga, savdo munosabatlari, madaniyat rivojiga ham bevosita bog'liq. Bu davlatchilik ming yillar davomida Osiyo, Yevrosiyo xalqlari o'rtasidagi munosabatlarda muhim bog'lovchi vositasini bajargan. Eron, Hindiston, Yevropa xalqlari hayotiga o'z ta'sirini ko'rsatgan. O'rganilgan turli manbalar qadimgi Xorazm davlatining taraqqiyot bosqichlarini tahlil qilish imkonini beradi. Bugungi xalqaro ilmiy konferensiyaning muhim jihatlaridan biri xalqaro ishtirokchilar bilan bir qatorda katta miqdorda qoraqalpog'istonlik olimlar ham kelib ishtirok etishyapti. Ilgari bunga o'xshash, masalan, hamkorlikda hududni o'rganish masalalariga yetarli darajada e'tibor qaratilmagan edi. Bir so'z bilan aytadigan bo'lsak, bu safar konferensiyani Xorazmda qilgan bo'lsak, balkim Quyi Amudaryo hududini hamkorlikda o'rganishimiz kerak. Bu jarayonlarni biz davom ettiramiz. Bu safargi konferensiya mana shu hududda bo'lgan bo'lsa, keyingisini balkim Qoraqalpog'iston ijtimoiy-gumanitar fanlar institutida tashkil qilishimiz mumkin. Хочется сказать, что вот такие мероприятия. Bugungi anjuman qadimiy manbalarni tahlil qilish, o'zaro ilmiy fikr almashish va xalqaro hamkorlikni mustahkamlashda muhim ahamiyatga ega. O'zbekistonlik hamkasblar bilan olib borilayotgan hamkorlik bizga yangi arxeologik va tarixiy dalillarni ochishga imkon bermoqda. O'zbek davlatchiligining shakllanishi va taraqqiyotini o'rganish nafaqat tarixiy xotirani tiklaydi, balki bugungi avlod uchun ham bebaho saboqlar beradi. Shu nuqtai nazardan qadimgi Xorazm sivilizatsiyasi mintaqaning madaniy ildizlarini anglashda o'ta muhim ilmiy asosdir. O'zbek davlatchiligining shakllanishi va dastlabki bosqichlari tilga olingan anjumanda uning rivojlanishi, taraqqiyotiga ham asosiy e'tibor qaratildi. Olimlar bu boradagi uzoq yillik ilmiy tadqiqotlari, izlanishlar haqida ilmiy xulosalar, ma'lumotlar berishdi, o'zaro fikr almashishdi.